Xo'p, qaranglar. Bu videoda biz birinchi o'rinda direct speech nimaligini ko'ramiz. Direct speech and qaranglar. Va biz reported speech reported speech. Ba'zan indirect speech ham deyiladi. Bu direct speech, bu ko'chirma gap. Va reported speech bu o'zlashtirma gap. Xo'p, endi qaranglar. Direct speech bu nima? Mana bu yerda yozib qo'yganmiz. Qaranglar, muallifning gapini o'zgartirmasdan yetkazish ko'chirma gap deyiladi. Ya'ni qaranglar, o'zbek tilida ham ko'chirma o'zlashtirma gap mavzusi bor va biz og'zaki tilda juda ko'p ishlatamiz. Biz o'zimiz bilmagan holatda va lekin agar grammatikaga kelsa, o'zbek tilida ham mana shu mavzular ozgina qiyin. Yozma tarzida bo'lsa. Chunki bu yerda qo'sh tirnoq bor, vergulni to'g'ri qo'yish kerak, tire, chiziqcha bor, qayerda dedi degan so'zni to'g'ri qo'yish kerak, qayerdadir va ikki nuqta bor agar boshida keladigan bo'lsa. Mana shunaqa salgina qiyinroq o'zbek tilida ham yozma tarzida. Hop. Endi o'zlashtirma gapga o'zgartirish ham ozgina qiyin bo'lishi mumkin o'zbek tilida. Endi ingliz tilida hozir o'taman va anchagina oson bo'lib qoladi. Masalan, qaranglar. O'zbek tilidagi tushuntiradigan bo'lsam, bitta odam aytdi. Xo'p, mana bu yerdan ko'raylik. Xo'p. Mana bu yerda bitta odam aytdi. Xo'p, nima desa, qaranglar, men doktorman deb aytdi. Xo'p, bizga qilamiz. Va mana bu yerda biz eshitdik masalan. Biz bu yoqda ertasi kunga boramiz, tasavvur qilinglar. Mana bu yerda biz uydagilarga aytamiz. Endi nima deb aytamiz? Qaranglar. Agar u aytdi deymizda, u aytdi. Men qo'shtirnoq ochildi, men doktorman. Mana bu narsa direct speech bo'ladi. Ya'ni o'zgartirmasdan aytsak direct speech. Yoki mana buni gapi ham direct speech. Mana o'sha muallifning gapini o'zgartirmasdan aytdik. Ingliz tilida ham xuddi shunday bo'ladi. Ingliz tilida ham masalan I am a doctor dedi. Hop, qaranglar. Biz aytamiz. Bu yerda ranglar qo'llab qo'yib. U aytdi deymiz. Mana bu yerda he said. I am a doctor deymiz. Ya'ni biz muallifning gapini hech qanday o'zgarishlarsiz aytdik va mana bu direct speech hisoblandi. Hop, endi tasavvur qilinglar, biz mana bu yerda aytamiz, qaranglar. U aytdi, tasavvur qilinglar, mana bu yerda odam endi I am ranglar bilan to'g'ri tushuntirmasam, xo'p, I am a doctor dedi. Endi mana bu yerda biz mana bu yerda biz eshitib turibmiz va qaranglar. Biz eshitib turibmizda, keyin ertasi kuni borib aytdik yoki hozir borib aytdik. Xo'p, qaranglar. Yana kimdirga aytdik, masalan, tasavvur qilinglar. Kimdirga aytdik, uydagilarga, mana shu kimdirga aytdik-da. Xo'p, qaranglar. Buni o'zlashtirma gap qilib aytadigan bo'lsak, masalan, aytishimiz mumkin. He said. Qizilda yozamiz, chunki bu bizning gapimizda, Ya'ni qaranglar, o'zlashtirma gap nima degani? O'zlashtirma gap to'ldiruvchi ergash gap yordamida
birovni gapini yetkazib berish. Qaranglar, faqat ma'no saqlanib qoladi. Masalan, he says deyman. He says deyman. Qaranglar, agar I am a doctor desam, he says I am a doctor desam, men kimni doktor deb aytayotganman? O'zim doktor bo'lib qolaman-da. Tushunarlimi? I deb men aytayapman-ku. Qaranglar, I am a doctor. Yo'q, biz mana bu odamni biz he deb o'zgartirib olishimiz kerak. Ya'ni u aytdi deyapmizmi? Mana bunga moslab bu aytayapti-ku, to'g'rimi? Mana bu men doktor emasman-ku. O'shaning uchun biz aytamiz he says he is a doctor. He is a doctor. Menimcha tushuntira oldim. Qaranglar. Mana bu I am a doctor dedimi? Biz he is a doctor deb o'zgartiramiz. He is a doctor deb o'zgartiramiz. Endi qaranglar. Bitta qoida bor. Agar mana to'ldiruvchi ergash gap, bundan oldingi mavzuni ko'rgan bo'lsanglar, to'ldiruvchi ergash gapda bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa, ergash gap ham o'tgan zamonda bo'lishi kerak degan qoida bor edi. Masalan, bu nimaga unaqa? Ma'nosini tushuntirib ketaman. Ma'nosini qaranglar. Kecha aytdi-da, masalan, hop, qaranglar. Bu yerda yesterday deymiz. Masalan, kecha o'sha odam oldiga bordimda, u odam aytayapti. Hop. Qo'shnimizmi, masalan, qo'shnimiz aytayapti-da. Uni gapi qaranglar. My son sells masalan cars dedik, yo'q. Mashinalar sotadi. Mening o'g'lim mashinalar sotadi. Hop, tasavvur qilinglar, mana bu yerda demak, biz eshitib turibmiz. Biz eshitib turibmiz-da. Endi tasavvur qilinglar, biz keyin uyga borib aytdik-da, qo'shni shunaqa dedi deb aytmoqchimiz. Hop. Kimdirga aytyapmiz. Endi bu yoqda uchinchi shaxs bo'ladi. Kimdirga aytyapmiz. Hop, qaranglar. Nima deb aytamiz? Agar xuddi mana buni o'zini aytib qo'yadigan bo'lsak, masalan, buni yashilda yozaylik. Masalan, he said deyman. Mana boshqa gap o'tgan zamonda qaranglar. He said, u aytdiki, my son sells cars deb aytsam, bu nima deb o'ylaydi? Masalan, u aytdiki, mening o'g'lim mashina sotadi, men o'g'lim mashina sotishini aytdi bo'lib qoladida. Ya'ni qaranglar, bu to'liqligicha meni gapimmi? Yashilga yozyapman, qaranglar. To'liqligicha mening gapim. Agar my son desam, u mening o'g'lim bo'lib qoladi. Men o'g'lim yo'q masalan, yoki mashina sotmaydi. O'shaning uchun qaranglar, u aytdi desam, mana bunga moslab o'g'il bola bo'lgani uchun, yoki his son deb aytaman. Uni o'g'li mashina sotishini aytdi. Qaranglar. Endi mana bu kecha, to'g'rimi? Mana bu kecha. Endi bu holat esa bugun bo'lyapti. Hop, qaranglar, bu esa bugun bo'lyapti, today. Bugun borib aytayapman. Agar u kecha sotgan bo'lsa, masalan, qaranglar, sells deyaptimi? Present simple ko'pincha past simple o'zgaradi. O'sha men aytaman, sell emas, sold. Ya'ni sell o'tgan zamon shaklini yozaman. Ya'ni bu kecha-ku, to'g'rimi? Endi buni bugun kelib aytsak to'g'ri kelmaydi-da. Hop, demak, qaranglar, bizda o'zgargan narsa fe'llar o'zgardi. Hop, olmoshlar o'zgardi. Demak, bu yerda yozamiz, qaranglar. Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirganda, ya'ni direct speech. Hop, reported speech ga o'zgarganda, reported speech ga o'zgartirganimizda, qaranglar, bir nechta narsalar o'zgartiramiz ekan. Birinchi o'rinda tense. Qaranglar, tense if the
if there is, hop, o'zbekcha yozib ketaveraylik. Qaranglar, agar bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa. Hop, agar bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa, mana shu o'zgarish bo'ladi. Qaranglar, tense, keyin esa pronouns va time odatda. Mana shularni o'zgartiramiz. Agar bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa, zamonni o'zgartiramiz va mana bular har doim o'zgaradi. Bu almashlar, time ham odatda o'zgaradi. Hop, time degan vaqt. Qaranglar. O'sha kitobimizdan ko'ramiz. Mana bu yerda o'zgarayotgan narsani qaranglar. Present simple, past simple ga o'zgaradi. Qaranglar. Hop, tasavvur qilinglar. O'tgan yili. Hop. Demak, mana bu last year deyman. Bu yerda hop, last year emas. 2023 deylikda, bu yoqda 2025 hozir to'g'rimi? Hop, 2022-yil. 2023-yil. Hop, bitta odam deyapti. Demak, aytyapti-da, I live in Tashkent deyapti. I live in Tashkent dedi. Demak, buni oraga olamiz chunki bu uni gapi. Hop, I live in Tashkent dedi. Hop, bizga. Hop, o'rtog'imiz aytyapti. Bitta tanishib qoldik. Men Toshkentda yashayman dedi. Endi biz hozirga kelib aytamizda, masalan, qaranglar, mana bu yerda biz aytamiz, demak, buni olaylik. Hop, tasavvur qilinglar, bu he deb o'zgartiramiz. Uni oldin mana buni he said bu aytdiki deymiz. Qaranglar, agar buni hozirgi zamonda o'zgartiradigan bo'lsak, u hozir masalan boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin, bilmaymiz. U o'sha paytga tegishli-da, tasavvur qiling, o'sha paytga tegishli. He lived, qaranglar, 2023-yildagi voqeani aytyapmiz, to'g'rimi? He said he lived in Tashkent. Ya'ni u aytdiki, men Toshkentda yashashini aytdi. Mana shunaqa qilib o'zgartiramiz. Hop, endi qaranglar. Mana bu o'zgaradigan narsalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, qaranglar. Demak, present simple past simple ga o'zgaradi. Endi qaranglar. I am living in Italy. Tasavvur qilinglar, masalan, buni ham o'sha rasmlar bilan ko'rsatib beraman. Hop. Rangni qora qilamiz. Masalan, biz bordikda, biz kecha bordik. U masalan aytdi, nima qilyapsan desak, I am working in garden dedi. I am working in garden. Xo'p. Masalan, menga yordam ber desa, yo'q, men bandman, men bog'da ishlayapman dedi. Demak, bog'da ishlayapman dedi. Hop. Bu yerda biz keyin biz darsimizni qilolmadik, to'g'rimi? Masalan, biz nimaga darsga qilmading desa, u yordam bermadi deb aytamiz. Nimaga yordam bermadi desa, aytamiz, u bog'da ishlayotgan ekan. U men bog'da ishlayapman deb aytdi deymizda. Masalan, he said. Qaranglar. He is working desak,
agar he is working desak, u hozir bog'da ishlayapti bo'lib qoladida. Biz kecha borganmiz oldiga, o'sha paytda ishlayotgandi deyish uchun he is working ni he was working deb o'zgartiramiz. Menimcha bu narsa anchagina tushunarli bo'lib qoldi. Qaranglar. Endi qaranglar. Demak, past simpleni nimaga o'zgartiramiz? Hop, past simpleda past perfectga o'zgartiramiz. Nega unday desalaring, hop, buni ham vaziyatni tushuntirib beraman. Hop. Qaranglar. Bitta voqea bo'ladi. Masalan, mana bu kecha. Hop. Demak, kecha hop, kecha aytyapti bu bola aytyapti yoki qizmi? Hop. Demak, bizga aytib beryapti. Hop. Qaranglar, men kecha mana bu kuni, qaranglar, bir kun oldinda aytyapti. Men kecha hop, nima qilayotgan? Masalan, I went hospital. Endi men kecha yesterday dedi. Bu aytyapti. Demak, endi biz ertasi kuni, ya'ni bugun aytyapmiz. Hop. Men rasm chizishim. Demak, qaranglar. Men aytaman. Hop. Bu kecha qaranglar. Mana biz kechagi voqeani aytyapmiz-ku. Kecha uni oldiga borsam, bu aytyapti, kecha men hospitalga, ya'ni shifoxonaga bordim deyapti. Endi men aytaman, u aytdiki, masalan, she said, u aytdiki, bu mening gapim. Demak, she said, she went. Qaranglar, kecha boribdi desam, men bugun aytyapman. U mana bu kunga to'g'ri kelib qoladi-da. Biz undan ham oldingi kunda aytishimiz kerak. O'shaning uchun she had gone deb aytamiz. Ya'ni past perfect. She had gone hospital. To hospital bo'lish kerak ekan. Hospital. To hospital. Endi yesterday'da day before. The day before. Ya'ni a day before emas, the day before. Ya'ni bir kun oldin hospitalga borganini aytdi. Mana bu yerga to'qib qo'yamiz. Menimcha tushuntira oldim. Ya'ni agar biz bugunga kelib turib aytsak, u kecha aytdi, men kecha hospitalga bordim dedi. Ya'ni bir kun oldingina aytyapti. Agar biz mana bu yerga the day before emas, yesterday qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biz mana bu kunni nazarda tutib qolamizda. O'shaning uchun mana bu kundan bir kun oldin deb bu yoqqa o'tkazib yuborishimiz kerak. Endi qaranglar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Qaranglar, mana bu yerdan ham tushuntirib ketaman. Muallifning gapini o'zgartirmasdan yetkazish bu ko'chirma gap deyiladi. Boya ko'rdik bularni. Qaranglar, mana bu yerda o'zgarayotgan zamonlarni ko'ramiz. Present simple past simple ga o'zgarar ekan. Demak, he said I go there every weekend. Ya'ni u aytdiki, men har hafta oxirida o'sha yerga boraman dedi. Qaranglar, go ni went ga o'zgartiryapmiz past simple ga. Yoki present continuous past continuous ga o'zgaradi. I am doing my homework deyapti. Endi she said she was doing her homework. Endi qaranglar, bitta zamon orqaga qaytyapti. Past continuous ga o'zgaryapti. Present perfect esa past perfect ga o'zgaradi. Mary said, Mary aytdiki, I have done it. Men buni qildim. Have done ni masalan had done ga o'zgartiramiz. Mary said she had done it. Qaranglar, Mary qiz bola bo'lgani uchun biz she deb o'zgartiryapmiz. Endi I said men aytdimki, I have been teaching since 7 am. Men soat 7 dan beri dars o'tyapman deb aytdim.
qaranglar, I bo'lgani uchun I hech narsaga o'zgartirmaydi. Ya'ni men aytyapmanmi? Men aytdimki, men shunaqa qilyapman deb aytdim. Ya'ni o'zimni o'zgartirmayman-da. Demak, I have been teaching since 7 am. Ya'ni men 7 soat had been ga o'zgartirganmiz. Qaranglar. Past simple esa past perfect ga o'zgaradi. Mike said I arrived at the station yesterday. Ya'ni Mike aytdiki, men kecha stansiyaga yetib keldim deb aytayapti. Endi Mike aytdiki deymiz, qaranglar. He had arrived deb o'zgartirdik va yesterday the day before ga o'zgartirdik. Past continuous, past perfect continuous ga o'zgaradi. She said I was working at 3 o'clock. Aytdiki, soat 3 da ishlayotgan edim. Endi she said she had been working at 3 o'clock. Aytdiki, soat 3 da ishlayotganini aytdi deb tarjima qilamiz. Hop, endi qaranglar, will would ga o'zgaradi. Har doim will would ga o'zgaradi. You said I will be there on time. Sen aytdingki, o'sha yerda vaqtida bo'laman deb aytding. Endi qaranglar, you ni you ga o'zgartiramiz. Hop, you said you would be there on time. Sen o'sha yerda bo'lishingni vaqtida bo'lishingni aytgan eding deb aytamiz. Hop, endi he said aytdiki, I will be working at 3 o'clock. Men soat 3 da ishlayotgan bo'laman deb aytdi. Endi he said he would be working. Qaranglar, will ni would ga o'zgartiramiz. Hop, yana o'zgaradigan narsalar bor. Qaranglar, might ga o'zgaradi. Umuman may bo'lsa might ga o'zgaradi, might bo'lsa ham might ga o'zgarib, might holatida qoladi. Hop, endi I may live in Italy next year, ya'ni men keyingi yil Italiyada ishlayotgan bo'lishim mumkin. Deyapti. Endi she said she might live in Italy the next year bo'lishi kerak. The next year deb o'zgartiramiz. Hop, endi can could o'zgaradi. Hop, I can live in Italy. Men Italiyada yashayotgan bo'lishim mumkin. Yo'q, qaranglar. She said she could live in Italy. Mana can could ga o'zgaradi. Mayli, mana shu holatda qolaversin. Endi I must live in Italy. Men Italiyada yashayotgan bo'lishim mumkin. Bu yashashim kerak deb aytayapti bu yerda. Demak, menimcha bu mana bu kitobdan olingan edi. Hammasi Italiya bo'lib ketgan. Endi men Italiyada yashashim kerak. Masalan, o'sha yer menga yoqadi yoki o'sha yerda ishim bor bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun endi must had to ga o'zgaradi. She said she had to live in Italy. Endi qaranglar, ba'zi o'zgaradigan narsalarni bu yerdan ham ko'rib ketamiz. Xo'p, qaranglar. I har doim he she ga o'zgaradi. Nimaga he she ga o'zgaradi? Tasavvur qilinglar, boyagi aytdim-ku, agar mana bu o'g'il bola bo'lsa, he ga o'zgaradi. Agar qiz bola bo'lsa, she ga o'zgaradi. Tushunarli? Masalan, nimaga I deb o'zgartirmaymiz? Chunki mana bu boya aytdik, mana bunga qarab o'zgaradi. Kim aytayotgan bo'lsa, o'shanga qarab o'zgaradi. Masalan, mana buni Mike aytayaptimi? Mike aytdi. Masalan, Mike I deb aytgan bo'lsa, Mike he deb o'zgartiramiz. Agar Mike I deb aytgan bo'lsa. Xo'p, endi Mary bu qiz bola, Mary I deb aytayotgan bo'lsa, biz Mary ni she deb o'zgartiramiz. Ya'ni Mary men deb aytayaptimi? Mary ni she ga o'zgartiramiz. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu yerda you I ga, me ga, they ga, them ga o'zgartirish mumkin. Ya'ni bu vaziyatga qarab ishlatamiz. Masalan, bularni ham chizib ko'rsatmasam, sal tushunarsiz bo'lib qoladi. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda xo'p. Xo'p, bolalar o'ynayapti. Xo'p, tasavvur qilinglar. Bir nechta bolalar. Xo'p, bu yerda odam aytayapti. Xo'p, bitta odam aytayapti. Bu yerda xo'p. Bu yerda biz tinglab o'tiribmiz. Faqat tinglovchi bo'lyapmiz, qaranglar. Tinglovchi bo'lyapmiz. Bularga ko'rsatib aytayapti. Xo'p. Bularga gapiryapti. Nima deyapti? Qaranglar. Xo'p. Demak, you will go up Tashkent yoki Tashkent emas, xo'p, boshqa narsa aytaylik. You will go to the stadium. Ya'ni sizlar
stadionga borasizlar deb aytdi. Endi biz bu yoqda nima deymiz? Xo'p. Endi qaranglar, biz aytamiz. Xo'p. Ertasi kuni aytyapmiz-da. U you dedi-ku, agar mana he said yoki he said, qaranglar, bu yerda you deb aytdi. Kimlarda aytdi? Bularda aytdi. Bizga ular hisoblanadi. Ularning stadionga borishini aytdi. Xo'p, endi o'shaning uchun they deb aytamiz. They will ni would ga o'zgartiramiz dedik-a, bu would go to the stadium. Buni yashil qo'yamiz, chunki bu bizga. Tushunarli-a? You will go. Qaranglar, you bu yerda they ga o'zgaryapti. Qanaqa holatda they ga o'zgarishini bildilaring. Endi qachon I ga o'zgaradi? Endi mana shu odam xo'p. Mana shu odam bizga gapiryapti. Xo'p. Bizga gapiryapti. Demak, mana bu yerdan aytamiz. You are my friend deb aytdi. Menga masalan. Xo'p, endi biz buni qanday o'zgartiramiz? Xo'p. Bu yerda qaranglar, biz qanday o'zgartiramiz? Qaranglar, you are dedi-ku, menga gapiryapti. Endi men uning do'sti ekanligimni aytdi deb aytamiz-da. Masalan, qaranglar, she said, u aytdi deyman. You deb meni aytyaptimi? Demak, kimni aytayotganiga nisbatan aytamiz-da. I endi are to be, to be ni o'tgan zamon shakli was bor. Buni moslashtiramiz, was. I was her, ya'ni my ni o'zgartiramiz herga, chunki qiz bola aytyapti, to'g'rimi? Her friend. Buni yashil o'zgartirib qo'yamiz, chunki bu bizga, ya'ni biz uni gapini to'g'ridan-to'g'ri aytmayapmiz, ko'chirma gap orqali aytyapmiz. She said I was her friend deb aytamiz. Tushunarli-a? Ya'ni you qachon he ga o'zgardi, they ga o'zgardi. Xo'p, you qachon they ga o'zgardi? Boshqa birovlarga gapirganda, sizlar deb. Qachon I ga o'zgaradi-yu, qachonki bizga gapirganda. You I ga o'zgaradi. Endi qaranglar, yana nimaga o'zgaradi deyapti? Yo me ga, yo them ga o'zgaradi. Endi bularni to'ldiruvchi qilib ishlatsa, o'zgaradi. Xo'p, yana chizamiz. Xo'p. Bu odam xo'p aytayapti. Xo'p. I saw you yesterday. Men seni kecha ko'rdim deb bizga aytayapti. Xo'p. Masalan, bizga aytayapti. Endi qaranglar, biz bu yoqda aytamiz-da. Biz bu yoqda aytamiz. Qaranglar. He said. Endi I deb bu o'zini aytayaptimi? Demak, he deymiz. He said, u aytdiki, u saw'ni had seen ga o'zgartiramiz. Ya'ni past simple, past perfect ga o'zgaradi. Endi you deyaptimi? U seni ko'rdim deb menga aytayapti. U meni ko'rganini aytdi deymiz. Meni ko'rganini aytdi. Menga degan me. Agar mana bu ularni ko'rdim bo'lsa, they, men ularni ko'rdim bo'lsa, they deb aytsa, you boshqa birovlarga aytsa, mana buni I saw you, men kecha ko'rdim sizlarni deb aytsa, mana bularga aytadigan bo'lsa, ularni them deb o'zgartiramiz. He said he had seen them. Mana shu holatda o'zgaradi. Menimcha tushunarli bo'ldi bu. Endi qaranglar. Hop. My, his, her ga o'zgaradi. Boya aytdim. Masalan, qaranglar. Qachon o'zgaradi? Mana my deb aytayapti. You are my friend. Agar bu
qiz bola bo'lsa herga o'zgaryapti. Qaranglar, her friend. Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, he said I was his friend bo'ladi. Xo'p. Endi your my yoki there'ga o'zgardi. Endi time and place, vaqt va joylarni ham o'zgartiramiz odatda. Here there'ga o'zgaradi. Now, then, o'sha payt, tomorrow, the next day, tonight, that night. Mana shularni yodlab qo'yasizlar. Ularni tashlab qo'yaman alohida. Next week. The following week o'zgaradi. Yesterday, the day before ga, last week. The week before ago esa before ga o'zgaradi. Xo'p, qaranglar. Mana sizlarga vazifa bo'ladi. Mana ularni to'liq tarjima qilasizlar. Masalan, to'liq tarjima qilasizlar. I want to build a new house, dedi Jill. Ya'ni Jill men bitta yangi uy qurishni xohlayman, dedi Jill. Endi bu yoqda tarjimasi qanday bo'ladi? Jill aytdiki deganimizda qaranglar. Jill yangi uy qurishni xohlashini aytdi. Mana shunaqa qilib tarjima qilasizlar yoki bu yerda aytayapti, biz yangi ko'ylak tayyorlayapmiz, dedi ular. Endi they said they were making a dress. Ular aytdiki emas, ular yangi ko'ylak tayyorlayotganini aytdi. Xo'p, bularni o'sha yerda darsda so'rab olaman. Xo'p, mana bu o'zgarishlarni ko'rasizlar va mana bu betni to'liq tashlab qo'yaman ekan sizlarga. Endi mana bu kitob orqali tushuntiradigan bo'lsam, qaranglar. Mana bu o'zgarishlar hammasi aytilgan. Xo'p, mana bu yerda aytayapti. However, we often choose not to change the tense. Ya'ni biz ba'zan zamonni o'zgartirmaymiz deyapti. Zamonni o'zgartirmaymiz. They may because sababi what we are talking about remains true. Hali ham o'sha narsa to'g'ri bo'lib tursa. Endi juda ko'p holatlarda o'zgartiramiz, lekin mana shu o'zgartirgan ma'qul, har doim o'zgartirgan ma'qul. Qaranglar. This has nothing to do with this figure. Ya'ni bu raqamlar bilan bog'liq hech narsa yo'q deyapti. He said that job losses. Qaranglar, saiddan keyin losses deb aytayapti. Ya'ni job losses, ya'ni ish yo'qotishlari bu raqamlarga bog'liq hech qanday bog'liqligi yo'q deyapti. Bu hali ham to'g'ri deyapti, lekin biz o'zgartirganimiz ma'qul. Endi qaranglar. The original tense, qaranglar, past simple yoki past continuous bo'lsa odatda o'zgartirmaymiz deyapti, lekin o'zgartirgan ma'qul. Ya'ni past perfectga yoki past perfect continuousga o'zgartirgan ma'qul. Xo'p, we decided to change the way we operate our business 2 years ago. Ya'ni biz qaror qildik o'zgartirishga o'zimizni biznes qilish yo'limizni o'zgartirishga qaror qildik. Xo'p, 2 years ago. Qaranglar, bu yerda aytayapti, West climate that, ya'ni West degan odam aytayapti ekan. Shuni aytayaptiki, they decided to make changes 2 years ago. Ya'ni ular qaror qildi, decided bu o'tyapti-da. Lekin we-ni they deb o'zgartiryapti. Xo'p, nimalar o'zgarishini mana bu yerda to'liq yodlaysizlar. Bular qaysiga o'zgarishini so'rab olaman. Keyin bu yog'ini keyin o'tamiz. Ertangi darsga o'tamiz. Mana bular boyagina ichida bo'ladi, to'liqroq holatda bo'ladi. So'roq va buyruq gaplarni qanday o'zgartirishni keyingi dars ko'ramiz. Xo'p, bu yerda mashqlar bor ekan. Chiqarib beraman balki bu mashqlar. Xo'p, qaranglar. Buni mashqlaridan there's a conversation between Tanya and her teacher. Xo'p, buni mashqlarni bermay turaman. Chunki hali o'tilmagan narsalar bor. Xo'p, mana buni mashqlarni screenshot qilib tashlayman, daftarga bajarib kelasizlar. Bo'ldi mana shu.